Radio Free Asia Uyghur Service broadcasted surprising news on June 8, 2005. Mehriban, the wife of Dilshat Rashid, the spokesman for the World Uyghur Congress, left on March 15, 2005 from Sweden and returned to China. 2.5 months later, she miraculously came back to Sweden safely. How is that even conceivable? According to the book written by Doğukan İsa, president of the World Uyghur Congress, long before 2005, China listed Doğukan İsa on Interpol's red notices. In that period, Dilshat Rashid served as the spokesperson for the World Uyghur Congress. How was it possible for the wife of Dilshat Rashid to return China and come back safely in 2005? Remember, just 2 days after Mehriban left Sweden, Rabia Kadir arrived Washington, D.C. The following is the English translation of Mehriban's interview with Radio Free Asia Uyghur Service. Mehriban bu yıl 3. ayının 15. günü Şvetsiyadan aeroplan bilan Beijing'e barganda Xitoy davlat bexatarlik doiralari tarafidan tutib qilingan edi. Mehribanning oshkorlashicha u Urumchida 2,5 oydan ortiq oila nazarbandida tutib turilgandan keyin 6-iyun kuni boshqalarning yordami bilan Hong Kongga qochib chiqqan va bu yerdan tinch-aman Yevropaga berib olgan. Mehriban chorshanba kuni ziyoratimizni qabul qilib, o'zining 2,5 oy jarayonidagi kechirmishlari haqida to'xtaldi. Xitoyga borgan vaqtingizda qanday pasport ishlatdingiz? Ko'chmanlar pasporti, shundaqmi? Ammo siz rasmiy Shvetsiya grajdani emas, o'zingiz? Yo'q. O pasport bilan viza olib oldingizmi? Xitoyga yavudlik kiritib olingizmi? Viza kerakda unga. Maq sayohatninki borkan-to'q. Sayohatninkiga ber qo'ysangiz shu viza birdikan, shuning bilan kirdim. Sizmi bilasiz, Dilshat Rashid Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi, Dilshat Rashidning xonimining Urumchiga berishi Xitoylar uchun sezgir bir masala albatta. Ma'lum ma'noda aytganda buni bir xil tavakkülchilik deyish mumkin. Hamda qanday narsa sizni bu tavakkülchilikka minishga majburladi? Men balam uyumdan uchun balam tetib ko'rmadim. Balamni apam yo'lsa qo'ysam balam o'lmadi, jilab turib olibsizda. Kamsiz men chiqmayman deb. Cho'na chiqsam cho'naning pasporti yo'q. Adam deysam adam yang tug'itib qoldi. Adam chiqib bormadi. Yalnız yol sıralamasından balam o'lmadi jilab. Şu apam andish qildi. Ayaqsiz o'zingiz kiralasınız, kep balına kessiniz deb. O'tirib qoldim, ammo yo'q. Bal için ketdim. Qo'rqdingizmi shu manga vaqtda? Qo'rqdim, dekdikidi ketdim, shu amal yo'q. Qo'rqmaydigan ish qilamdi. Barsam degandek Xitoylanchaq tutib oldi degan famlar. Beijing orqali kirganmidingiz? Shu Beijingga kelsam, Beijing befaniki olay burunli bilib qoptiki, barlig'imni. Nazna oldi bilmadim. Ash befandan shu tam qurib kirib bo'lgan 10 necha odam kepli. Başlap akil ketdi bir yerga bilmayman da. O'zim shunda qo'rqib ketdim, unda ish bo'lib boqmagandiki o'zimga. Ularning hammasi Beijingning soqchilarimi yo Urumchidan kelgan? Beijingniki. Qancha kun tutib turdi sizni Beijingda? Jami 4 kun turdim ashada. Savol so'rab qildimmi? So'radi. Nimalarni so'radi asosan? Nima keldim? Ular men dedim, balamni aql keldim dedim. Ular ancha ishonmadi o gapga. Ular o'yladi, "Miyaqtim meni avatga o'xshaydi bir shundachi." Butun narsani aqtirdi. Hatto daylar alqantim bu shizyanchi. Ularni tatib ko'rdi kamerani. Kasblarimni ko'rdi. Men de men ras bal uchun keldim dedim. Balamni aql uchun keldim, amal yo'q. Desam sen narsani qilib angizni 4 kundan keyin meni nimaga atlansa qo'ydi. Ama yanımda adam var yine. Urumchiga tushgandan keyin qanday voqealar yuz berdi? Soqchilar qanday qildi sizni? Urumchidagi soqchilar topshirib berdi. U yerda nima qilgandan keyin hafta bir qatam kelsa dedi, soqchixonaga. Angiz Urumchidan chiqib chiqsang, cho'qim bizga birazini yezib topshirib, angiz chiqsang bo'ldi dedi, ammo har zaman arqamda adam bor. Telefonimni anglaydi, uni bilib turdim. Urumchida so'roq qilindingizmi? Yoki soqchiga olib nazarband ostiga? So'roq ko'rdi. Elishlardalar bo'ldimi? So'ragan bo'lsa, men shuni so'radi shu. Beijingda nimalarni so'ragan? Shu men nima uchun keldingiz dedi. Yangiz yo'lishimniki, nima ishlari bor? Nima ish qildi? Kimlarni taniysiz? Tashkilotning adami bo'lsa, emasmi? Tashkilotda qancha tashkilot bor? Nima ishlarni qildi ular? Dedim, ben faqatla balam uchun keldim dedim. Yo'lishimniki ishlarni toza bilmayman. Menda bu savolni so'rasam javob beramayman. Haqiqatan bilmayman. Men sizga to'g'riday, ijodning hech qanday ishini menga demaydi tashkilotning ishlarini. Men u bilmamda yo'q. Men bu ishni bilmagandan keyin faqat o'ylab shu tamoq etaman shu vaqt shu qilgan ishim. Uning ishim alashmagandan keyin ularga javobni beraman. Ammo ular ishonmadi. Men rost bilmayman dedim. Çünkü onun bilen to'y qilmasini oldin men bu bir ishlar qatnashib qilmagan. Siyosatga ishni bilmaydim. Bizlar ishonmadi. Ular sanga vazifa bergan o'xshaydi.
vazifeni artık hepsi dedi. Keyin ular angizi aklımda adam sep yürüp kördümki hech qanday ishga aralashmaganimni. O Ürümchiga borgandan keyin tutib turish o'rnida turdingizmi yo o'zingizning oilangizda uyda turdingizmi? Ya başta bir qanday ishxonada kirib yerda so'radi. O'sha bir ishxonada bir yerda uqmayman, nalaga apar o'zimda qo'rqib ketdim. Shu uni kangizni har hafta diqqatim kep nima ish qildim. Yerda qancha vaqt tutib turdi sizni? Tushgan uzoq mumkinmidi? Topshirib bergandan keyin shu o'zimniki dokumentlarni aqlib ta'min qilgandan keyin kelsam bo'ldi dedi, ammo haqiqatim chilsa dedi. Urumchini sirtib chiqsang, bundoq narsa yozilsa dedi, men chiqmadim boshqa yerga. Ba'zi zamanda chiqsam odamlar ba'zi tilsimni anglaydi. Shuma men biyap bo'ldi u yoq berish. Ama o'zim tashishsam dekidikida adam badak shu bir xil bo'ldi ekansiz, qo'rqinchli. Shu balam bilan shu bir yerga borsam shu qanday qilsam ichida chiqdan deb shu xiyollarni yurdim. Urumchida qancha kun turdingiz jami berib kelish jarayonida? 2 oy bo'ldimki. Ammo amal yo'q, men chiqaman, qana chiqma, cho'qim bir yo'l topishim kerak. Ular rasmiyatlaringizni ivaganmidi? Ha. Unda qanday chiqib ketaldingiz Xitoydan? Rasmiyatlaringizni ivaga xolos. Unda men aşağıda Uygurlar varken degim yo'q, ama nurg'un odamlar Çençör qildi bunun ichiga, yordam qilgan odamlar bor. Shashanganni yo'q soldi. Ortiq yaqinim yo'q bu to'g'risida. Chiqib teshaman chiqib oldim. Bolam bilan tang. O'zim shuningga xush. Qo'rqmadingizmi kechish jarayonida? Bir qo'rqinish bo'ldimi? Bolangizni ipmandingiz, qo'lingizda dokument yo'q. Ba dokumentingiz yog'an. Bular sizni ansiratmadimi? Hozirgacha men aslan kilometr narasida bolam bir qo'rqib ketdi. O'zim hozirgacha kesish yazsammi? Nada qo'rqinish chiqdi menda. Shangang chiqqandan keyin qanday ketdingiz? Shivisiya turishliq bir ishxona bor. Aşağı ko'rsatib qo'ydi. Aşağı kirib, ular bildiki ishimni. Men dedim ularga, Mishaq keldim men aşağıdan Shivsiyada yo'lchi mishaq turdi qaysi shaharda deb men dedim. Sen bular bildiki. Kandik mangalıqımda yetişimdak bir narsa var ekan, rasmim chaplaydigan bir sap chiqib berdi, rasmni qilsam. Shuni oldim, shu keldim. Oxirgi hisobda yana qutulib chiqyapsiz, ta'lingiz var ekan. Shu. Ammo otamning duosini jiqqagan o'xshayman. Ehtimol shunday bo'lishi mumkin. O'g'lingiz necha yoshda? Qizimmi? Qizingizmi? Qizmi o'g'ilmi? Ha, 7 qiz. 7 yoshda. Ammo yo'q, balamni shunday qizingiz bo'lg'achqa bu tavakkulni qila oldingizda, albatta bir ona bo'lish sifatingiz bilan. Hamma onalar o'zining bolalari uchun tavakkulchilik qilish uchun tayyor deb o'ylayman. Ko'p rahmat sizga, mehribon, salomat bo'ling. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi Dilshod Reshidning xonimi Mehribon bilan o'tkazgan suhbatimizni angladinglar. U ziyoratimizni Germaniyada turib qabul qildi. Come on. Are you kidding me now? What a bizarre tale. Mr. Dilshad Rashid? When Miraban was not even a Swedish citizen, let alone the wife of the spokesman for the World Uyghur Congress, she was nonetheless able to return to East Turkestan via Beijing and arrive back to Sweden safely? Who would want to believe that? Why does Radio Free Asia Uyghur Service treat this as news? Normalize it, justify this kind of event? Did God truly assist in Yerevan? Or was it really a part of Chinese intelligence operation? The false opposition movement or disinformation campaign? And the RFA Uyghur Service is the means by which these disinformation campaigns are carried out. What a rational comment. The devils are in the details, isn't it? Chinese communists obviously borrowed many infiltration techniques from Soviet Union. For more information, please read the following book, report, and article. However, Mehrban's travel experience is not unique. The former head of Radio Free Asia Uyghur Service, Dolkun Kambiri, had similar miraculous experience. In 1998, Dolkun Kambiri declared in front of East Turkestan national flag, "I am the most qualified to serve as the leader of Uyghur American Association. Because 3 generations of my family fought for East Turkestan's independence." Yes, he said that, and he became the chair of Uyghur American Association in that year. Ironically, soon after becoming office, he visited East Turkestan later that same year. Can you believe that?
Does Dalkun Kamberi fight for the people of East Turkestan or Chinese government? Do you know that Dalkun Kamberi can't even speak Uyghur language fluently? And yet he was the head of Radio Free Asia Uyghur Service. Radio Free Asia is not free. What we are looking at is the tight family connection between Dalkun Kamberi and Dilarer Kurban, the elder sister of Dalkun Kamberi's son-in-law. Dilarer Kurban is the CEO of Xinjiang Sintash Economic and Trade Company Limited, a young generation of Uyghur businesswoman that has tight collaboration with Chinese Communist Party and occupied East Turkestan. You can see her luxurious lifestyle and travel record from her own social media posts. And these posts were all uploaded while China is actively committing Uyghur genocide in East Turkestan. Surprising, isn't it? This is China's elite capture in action, in real time. However, this is how China infiltrate and control Uyghur American Association and Radio Free Asia Uyghur Service. This is also why Mihriban and Dalkun Kamberi, despite their background, can freely visit East Turkestan, while many Uyghurs who genuinely oppose China can't. Happy Independence Day, United States of America. The people of East Turkestan has been suffering from Chinese occupation and genocide. They also deserve to restore their independence. God bless America and God bless the independence of East Turkestan.